Ertaga Mangu Ligasi bo'yicha jang tashkil qilinyapti. Jangda Jahongir Foziljonov bitta jangchi bilan chiqib qo'shiq aytaman dedi. Lekin kimligini aytmayman dedi. Sizlarga savol. Boshqa jangchilar ham yonlarida yelka-melka turib, O'zbekiston nazariga tushgan mashhur san'atkorlar bilan vatan haqidagi qo'shiqlarni oktagonga ularning kuzatuvi ostida chiqishni xohlamaydimi? Albatta xohlashadi. Hurmatli san'atkorlar, sizlardan taklifimiz bor, iltimosimiz bor. Shu oktagon ligiga tashkil qilinayotgan jangga tashrif buyurib, yoningizga bitta o'zbek o'g'lonini jangchini olib, yelkalariga O'zbekiston bayrog'ini ilib, ularni oktagon ligiga o'zlaringizni qo'shiqlaringiz bilan birga kuzating. Ularni yuragida nima kechayotganligini, nimani his qilayotganligini ishoning, buni so'z bilan ta'riflash qiyin. Buni hamma kuzatib turibdi. Atrofimizdagi davlatlar ham kuzatyapti. Qanday tashkil qilinyapti degan tushuncha bor. San'atkorlar sportsmenlarni cho'tki podдержка qilar ekan, zo'r qo'llab-quvvatlar ekan degan tushuncha uyg'onadi. Sportchilar bilan san'atkorlarga bo'lgan hurmat oshadi. Ishoning. Agar mani bu taklifim sizlarga ma'qul bo'lsa, videoni maksimalni jo'natinglar, hurmatli jangchilar, san'atkorlarga yetib borsin va ular bu narsani ko'rib turib, bizni ham bu yerda kerakli ekanligimizni, keragimiz, biz borishimiz shart deb tushunishsin bu narsaga. Salomat bo'linglar.